Davlat va xususiy maktablarning 3 ta farqi haqida gaplashamiz. Birinchisi, yondashuvda farq. Davlat maktablarida ko'proq umumiy dasturlar va nazariyaga asoslangan bo'ladi. Xususiy maktablarda esa bu o'quvchi emas, balki mijoz hisoblangani uchun unda ko'proq interaktiv o'yinlar ishtirok etiladi. Masalan, guruh bo'lib ishlash yoki bo'lmasa parada. Ikkinchisi, baholash tizimi. Davlat maktablarida o'quvchining natijasini test va yozma ishlar orqali baholanadi. Xususiy maktablarda esa o'quvchining nafaqat yozma ishlari, balki uning rivojlanishi, ya'ni xususiy maktablarda natija emas, jarayon muhim. Uchinchisi, ustoz va o'quvchi o'rtasidagi munosabat. Davlat maktablarida ustoz o'quvchilarga shogirdlik munosabatda qiladi. Ya'ni disiplina juda ham muhim. Lekin xususiy maktablarda esa ustoz bu koordinator, ya'ni o'quvchining maqsadiga qarab yo'nal qiluvchi shaxs. Agar shunaqa farqlarni yanada ko'proq bilishni istasangiz, mani sahifamga obuna bo'ling.